Assalomu alaykum hammaga. Bugun fakultetimizga rektorimiz Ne'matov Sherzod Qalandarvish tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Sizga ba'zi bir savollarimiz bor. Fakultetimiz, xususan o'zingiz shaxsiy hayotingiz haqida shu haqda qisqacha ma'lumotlar berib o'tsangiz. Marhamat. Fakultetimiz haqida qanday fikrdasiz? Fakultet faoliyati bugungi kunda agar e'tibor berib qaralsa, juda dolzarb. Oziq-ovqat inson ko'paygan sari nima muammo tug'iladi? Albatta oziq-ovqat masalasi. Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti bu juda ham bugungi kunda iqtisodda kerakli sohasi. Mana turizm mavjud. Yoki oziq-ovqatni to'liq zanjirini qoplaydigan mutaxassis tayyorlayapmiz. Bu bir paytlar oziq-ovqat yetishtirish masala bo'lgan bo'lsa, hozir unaqa emas. Uni qayta ishlash, ya'ni uni qo'shimcha qiymat kiritish masalasi. Oddiygina olmazorlarimiz bo'lgan, to'g'rimi? Sarxil olmalarimiz yashiklarga solib, uzoq hududlarga berib yuborgan bo'lsak, oldin sotib. Hozir unaqa qilishmaydi. Hozir o'sha olmani qayta ishlab, undan zo'r haligi sok olamiz yoki bo'lmasa har xil jemlar tayyorlaymiz. Ozgina qo'shimcha qiymat bu 1 kilo olmadan ancha qimmat turadi. Shuning uchun biz oziq-ovqat muhandisligi fakultetimiz Shahrisabzdagi bugun umuman xalq xo'jaligida iqtisodimizda juda muhim bo'lgan zanjirni to'ldiradigan mutaxassislar chiqaradigan fakultet. O'ylaymanki, oxirgi yillarda mana ham talabalarimiz sizlarga o'xshagan mana bilimli, dono, zukko, intiluvchan bilim olishga bo'lishi kerak va albatta professor o'qituvchilarimiz bu yerda faoliyat olib borayotgan, yaxshi mehnat qilishyapti, ter to'kishyapti. Hech qanaqangi bir bugungi kunda qo'yilayotgan topshiriqlarda yoki boshqa masalalarda orqada qolishlar yo'q. Men o'ylayman, bu kelajakda shu fakultetimizni balkim juda katta bir nufuzli oliygoh bo'lib yana qayta tiklanishiga asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ustoz, nimaga aynan bizning fakultetimizda turizm yo'nalishi ochilgan? Mana shu Qashqadaryo viloyati turizm bo'yicha mana nechinchi o'rinda turadi deb o'ylaysiz? Tarixiy obidalar chiqadi. Ko'pligicha. Anchagina yuqoriroq o'rinda tursa birinchi o'rinda turar ekanmiz. Eng ko'p tarixiy obida bizda ekan. Lekin tarixiy obidalarimiz hammasini nima qilmadik, marshrut qilmaganmiz. Turizm obyektlariga kiritilmagan. Odamlar bilmaydi. UNESCOga. Yo'q, shart emas. Endi shuni bitta platforma qilib Qashqadaryodagi turizm obyektlarini endi sizlar nima uchun ochdik shuni Qashqadaryo turizmni? Shahrisabzdan Shahrisabz turizm maskani. Mana shuning uchun mana Mirakida bo'layapti. Ana shu Marakish turizm shahri bo'layapti. Shahrisabzni o'zini maqomi ham Shahrisabz turizm shahri bo'ldi. Sizlarni shuning uchun ochdik buni. Endi sizlar Shahrisabzni turizmni rivojlantirsanglar, xudo xolasa mana prezidentimiz Perivaldan tunnelni o'tkazib tezyurar poyezd olib kelganlar. Mana aeroport o'sha ishlayapti, to'g'rimi? Tezyurar poyezd turizmning orqasidan mana xalqimiz farovon yashaydi. Madaniyatlar kirib keladi. Yangiliklar kirib keladi. Dunyodan har xil madaniyat, pul, bundan tashqari yoshlarimiz ularni ko'rib, ongi ham tez o'zgaradi. Bilimlar oladi, til o'rganadi. Ingliz ham keladi, nemis ham keladi, fransuz ham keladi. U bilan kimdir muloqot qilish kerakmi? Mehmonxonada xizmat ko'rsatish kerakmi? Stolovda ovqatlanadigan joyda kimdir o'tirish kerakmi? Ana keyin pul topish uchun ham majburdan o'rganamizmi? Til bilganga 1000 tanga deydi. Ish bilganga 1 tanga, bilganga 1000 tanga. Shuning uchun bugun sizlar turizm nafaqat o'sha mutaxassislik zo'r, ingliz tili, nemis tili, fransuz tillarini, rus tillarini yaxshi bilishingiz kerak. Agar shu 4 ta tilni o'rganib olsangiz, siz manaman degan biznesmendan zo'r yashaysiz. Yaqinda 30 ta nemis Germaniyadan o'qituvchi kelyapti. Germaniyadan haqiqiy ona tilisi nemis bo'lgan. Fakultetimizga Bu yoqqa ham olib kelamizda. 30 ta keladi universitetga. Buni viloyat hokimiyati tashkil qilyapti. Shuni bir qismini mana biz universitet orqali bo'ladi hammasi. Bu yerga olib kelamiz. Mana deyapman, bittasini shuni olib olasiz yoningizga. Bolalarga mana shu bitta dars o'tadi, birga o'tasizlar. Ona tilisi o'zbek borib Germaniyada o'zbek tilini o'rgatadi. O'zbekistonda nemis kelib Germaniya nemis tilini o'rgatadi. Zo'r bo'ladi. Turizm ham. Fakultetimizda amaliyot darslarni ko'paytirish bo'yicha rejalar bormi?
Sizlarda 2 haftalik amaliyot bo'ladi. O'sha paytda qolgan paytini mana yuqori kurs mutaxassislik fanlariga o'tamiz, to'liq dual ta'limga o'tib ketamiz. Bunda muammo yo'q. Namurat hozir qaytanga hamma imkoniyat qilib berildi. Bola auditoriyada emas, 2 kun kelsangiz bo'ldi universitetga. 4 kuni bemalol dual ta'lim qilib ishlash mumkin. Bizning yo'nalish bo'yicha, aynan turizm yo'nalishi bo'yicha xorijiy mutaxassislar bilan onlayn yoki offlayn master klasslar o'tash imkoniyati bormi? Albatta bor. Mana yana o'sha Germaniyaga qaytamiz. Germaniyaga yaqinda borganimizda mana bizning xalqaro bo'limida bo'lim bosh prorektor bor. 5 ta yosh yigitlar bor, tanishib olinglar. Onlayn darslar juda ko'p. Onlayn darslar birinchidan internetdan qarash kerak. Yo'nalish bo'yicha turli YouTube kanallarda video ko'rmang, onlayn darslar. Undan tashqari agar nima deydi, jonli bo'lishini xohlasanglar, mana bizning dunyo Xitoy bilan, Germaniya bilan, Turkiya bilan zo'r aloqalarimiz bor. Biroz aytamiz, professorlarga sizlar bilan palonchi kun kelishamiz, dars o'tib beradi. Zo'r Turkiya bilan, Istanbul texnik universiteti bilan yaxshi aloqalarimiz bor. Qilamiz. Keyin ikkita shaxsiy savol. Rektor sifatida ish kuningizni nimadan boshlaysiz? Men rektor sifatida har kunlik ish kunimni birinchi navbatda kechagi o'tgan kunimdan boshlayman. Chunki kechagi qilingan ishlar sarhisobi. Chunki bugungi qilishim kerak bo'lgan ishlar albatta kechagi qayerda to'xtab qolganidan boshlayman. Ba'zi bir masalalar bor, esimdan chiqib qolmasligi uchun yozaman. O'zimni ma'lum bir daftarlarimni bir ko'zdan kechiramanda. Asosiy maqsad har kuni o'sha strategiyamiz bor. Qarshi davlat texnik universitetini 30-yilgacha biz qayerga borishimiz kerak, ko'ryapmiz degan savollar berib bo'ladi. Shundan boshlayman. Asosiy masala shu. Strategiyani bir xayolimga keltiramanda, keyin albatta aytishim mumkin. Kunlik ishlarimiz juda ko'p. Bu bizga bog'liq emas. Asosiy ma'no vazifam rektor sifatida universitet strategiyasini amalga oshirish. Kunlik ishlar qilinaveradi. Talabalik yillaringizda eng katta qilgan xatoyingiz nima bo'lgan va u sizga nimani o'rgatgan? Ya'ni talabalik yillarida inson hamma narsani qilib ko'radi hayotida. Hayotimda men birinchi tibbiyot sohasiga qiziqqanman. Maktabda tamomlaganda men ximiyada zo'r o'qiganman, ximiya, biologiya. Birinchi yil imtihonga topshirganimda o'sha yil meditsina ta'lim yo'nalishiga fizika qo'shilib qolgan. Ana shu fizika ta'lim yo'nalishiga, ya'ni tibbiyotga kira olmaganligim bu meni orzuyim, anaqa. Lekin o'shanda fizika fani qo'shilgani testda. Men faqat ximiya, biologiyani bilaman, fizikani o'qish boshlagan. Fizikaga mehrim qo'yib, keyingi yil fizikaga kirdim. Mana hozir fan nomzodi, fan doktori, professor. Fizika fani bo'yicha men hozir mana 2 ta fan doktori himoya qildi. Mana bu yil yana bittasi qiladi. Undan tashqari bir nechta PhD shogirdlarim chiqqan. Fizik bo'yicha. Biz talaba yoshlar uchun darsdan tashqari sport musobaqalari va madaniy tadbirlarni ko'paytirish imkoni bormi? Albatta bor. Bitta masala har doim men bitta donam universitetda bitta rektor bor, to'g'rimi? Talabalarimiz qancha bugun? Talabalarimiz 22 mingdan ko'proq. 22 mingdan ko'proq. Agar universitetning infrastrukturasini qarasak, 9 ta stadionimiz bor bugun. Sizlarda ham imkoniyat bor. Mana shu. Sizlardan tashabbusga chiqish kerak. Nima qilmoqchisizlar? Mana imkoniyat stol tennisi o'ynashga aniqlik bor, to'g'rimi? Xohishinglar. Stol tennisi o'ynash uchun doska bormi? Bor. Raketkasi bormi? Bor. Buni qilish kerak. Voleybol o'ynamoqchisiz, to'g'rimi? Voleybol komanda, odamlar shakllanadi. Stadion bormi? Setkasi bormi? Bor. Qaysi sport turini bizda yurg'izmoqchisizlar-yu, lekin inventar yetmaydi. Shuni menga aytsanglar, men sizlarga olib beray. Lekin sizlar uchun men sport haligi anjomlarini o'rniga emas, umuman olganda tadbir men tashkil qilishim mumkin. Shu majburiy bo'lib qoladi-da. Sizlar o'zingizlardan tashabbus chiqsa, o'zingizlar qiziqaman, misol uchun men shaxmatga qiziqaman.
Manga shaxmat o'ynash unaqa bu gap baxshli. Siz aytsangiz, "Yo, ustoz, keling futbol o'ynaylik" desak, men futbol o'ynay olmayman-da. Shuning uchun unga unaqa oshiq bo'lmayman. To'g'rimi? Talabalar sizlardan tashabbus bo'lishi kerak. O'shanda hamma harakatga keladi. Prezident nima deyaptilar? Har bitta bola hech bo'lmasa bitta sport turidan shug'ullanishi shart. Sog'lom bo'lishi kerak. Bilasiz, bayram yaqin. Shu munosabat bilan nafaqat fakultetimiz, balki butun O'zbekiston xotin-qizlarini tilaklar bilan tabriklasangiz. Katta rahmat. Avvalambor sizni, oila a'zolaringizni, ayollarni hammani tabriklayman. Umuman olganda O'zbekistonimizda oxirgi yillarda ayollarga, xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar chegarasi yo'q. Eng muhimi mana shu imkoniyatlardan bugun sizga o'xshagan yosh qizlarimiz, opa-singillarimiz juda unumli foydalanishyapti. Buni nimalarda ko'ryapmiz? Mana ilmda katta yutuqlarga fan nomzodlari, fan doktorlari yetishib chiqyapti. Yoki ishlab chiqarishda, yoki boshqaruvda bugun xotinlarimiz gender tenglik masalasida hech ham erkaklardan qolishmayapti. Shuning uchun bu sohada bizni odil, oqila birinchi navbatda o'sha oilasini, yurtini, mahallasini sha'ni bo'lgan xotin-qizlarimiz, ayollarimiz, onalarimiz har doim O'zbekistonimizni baxtiga sog'-omon bo'lsin. Bayramlarga ulashib yursin. Universitetimizda faoliyat olib borayotgan barcha xotin-qizlarimizga bayram muborak bo'lsin deymiz. Har doim yuzlaridan tabassum, kulgu arimasin. Nimaiki ishlar qilayotgan bo'lsa, ishlaridan ko'ngillari to'lib, faxrlanib, har bir qilgan ishidan insonning ko'ngli to'lsa, agar u ish qilgan ishidan o'zidan faxrlanib yursa, men o'ylaymanki, bu dunyoda muammo ham qolmaydi, O'zbekistonimiz har doim rivojlanadi. Har doim baxtli, taxtli kuninglar ko'p bo'lsin. O'zbekistonimiz uchun universitetimiz, Qashqadaryomiz rivojlanaversin. Xotin-qizlarimiz bugungi kunda erishayotgan yutuqlar bardavom bo'lib, har doim biz xursand bo'lib yurishlik nasib qilsin. Rahmat. Rahmat sizga tashrif berganingiz uchun katta rahmat.